qishloqi masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqi kim degan savolni ko'proq eshityapman va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuncha vaqtdan beri artefakt men edim, to'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va tovushimdan tushunishingiz mumkin, men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak, qishloqqa esa u ham men edim. U ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqi va artefakt Bitta odam edi. Umid qilamanki, hafsalangiz bir bo'lmaydi. Qishloqi masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqi kim degan savolni ko'proq eshityapman va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuncha vaqtdan beri artefakt men edim, to'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va tovushimdan tushunishingiz mumkin, men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak, qishloqqa esa